No'xat xabarchi kanal talchilari. Bugungi kunga 13-may 2026 yil biz Botken oblasti chegaraga keldik. Buni qaramizlar. Mana Tojikiston, Iroq, Qirg'iziston. Qatnashchilar men kelmadi. Shu yerda kishini sumka qilayin dedim. Mana yo'ldan Markubetdi Tojikistonga Xo'jand shahri, Xo'jand rayoni. Bu jog'i Arkayevlar. Leylek rayoni Arkayevlar ekanda. Qaramizlar. Şol azman işlerine kelgendek şol tartışları ko'rsatdik. Bizden Ostovoy like basıp komentar yazganlar kanaldır mana. Xo'jand rayoni Tojikistonda. Xo'jand jog'i Qirg'iziston. Böyle yol bo'lib turgan ko'rdingizlar. Shu yerga kichik ishlarga keldik. Şu kıskası Ramazan Tacikistan'dan maşına buldu. Cevap Kırgızistan, narı Tacikistan ekende. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, boringlar. No'xat qolishni tutgan o'zini qolayim. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tajikiston, Xo'jand